Buxoro amirligi davrida qadim va ulug' tarixga ega Zarafshon daryosi nafaqat hayot manbai, balki sirli boyliklar sandig'i sifatida ham tanilgan edi. Aytishlaricha bu daryoning eng chuqur joylarida qadim zamonlardan buyon g'arq bo'lgan kemalarning xazinasi yotadi. Oltinlar, zargarlik buyumlari, sultonlarga atalgan qimmatbaho toshlar. Ammo bu boyliklar hech kimga nasib etmagan. Chunki ularni qo'riqlovchi afsonaviy mavjudot bor edi. Zarafshon iloni. Bu ilon oddiy ilon emasdi. Uning tanasi yaltirab turgan mis va oltindan, ko'zlari esa yoqutdan bo'lib, u daryo tubida ming yillardan beri yashaydi. Faqat tun qorayganda oy suv yuzini yoritgan mahal suvdan chiqadi. Aytishlaricha bu ilon ilgari Buxoro xazinasini tashiydigan kemalarga hujum qilgan. Ularni ag'darib, oltinlarni tubga tortgan. Har bir cho'kkan kemaning g'amgin sadosi ilonning nafasi bilan birga daryo tubida muhrlangan. Mahalliy aholi bu daryo yaqiniga tunda yaqinlashmaydi. Odamlar aytadi, kimki ochko'zlik bilan oltinni izlab daryoga tushsa, ilon uni hech qachon qaytarmaydi. Yana bir rivoyatda aytiladiki, bir marta bir rus xazinachisi bu oltinlarni topish uchun maxsus g'avvoslarni yuborgan. Ular daryo tubiga tushishdi, ammo suv ostida sirli yaltiragan narsa ko'rishlari bilan ilon uyg'ondi. Faqat bitta g'avvos jon saqlab qolgan va men ilonni ko'rdim. U odam kabi ko'z bilan tikildi. Bu daryo tirik degan so'zlar bilan hushini yo'qotgan. Shu kundan beri Zarafshon daryosi nafaqat suv, balki sir, afsona va jazo manbai sifatida esda qolgan. Va hozirgacha kimdir daryo bo'yida yaltiragan narsa ko'rsa darrov Zarafshon iloni uyg'ondi deydi. Bu ilon boylik ustidagi la'nat, insoniy ochko'zlikka qarshi abadiy qo'riqchi edi. Aziz do'stlar, bu albatta oddiy hikoya. Ammo Zarafshon daryosida oltinlar borligini mahalliy aholi tasdiqlaydi.